Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizni YouTube kanalida Mega Avto 7070 kanalimizni kuzatuvchilari, hammanglarga Andijon mashina bozoridan salom. Musofir yurtda yurib kuzatayotganlarga alohida salom. Xo'p, akalar, bugun yakshanba. Andijonda mashina bozorlarimiz qizg'in. X90 oldin obzorini ko'rsatganman. Captiva 4. Ular qo'limizda yangilik bor. Mana. Captiva bunisi 5. 2020-yil 76.000 probegda. Holatlari arzon. Holatlari a'lo. Captiva 5 qiziqlarga mana 7 o'rindiqli 7 kishilik Captiva minaman deganlarga Captiva 5. Salon holatlari. Mana avtomat korobka, o'zining monitori, mana lyuk. Hamma narsasi bor. Etkisi dinalari ham joyida turibdi. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa 15.900 dollar deb baholadik. Uni Devo mashinalarga barter qilamiz. O'zbekistonning hamma viloyatiga dostavka qilib yetkazsak ham bo'ladi. Marhamat. Captiva 5 ishqibozlari aloqaga chiqamiz. Yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Qolgan gaplarni telefonda, Telegram, WhatsApp orqali gaplashamiz. Mashinamizda bir tomchi ham kraska yo'q, bitnovlari ham yo'q. Minishga tayyor, zapaskalari yer ko'rmagan chaman Captiva 5. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilikni zo'rlari hali oldinda. Hammaga omad. Ko'rganda ko'rishguncha. Rahmat, e'tibor uchun salomat bo'linglar.